Qanchada middle dasturchi bo'lib, $1000 daromadga chiqish mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bilib olasizlar. Bugungi qahramonimiz Farruh aka Navoiy viloyatida katta bo'lib, yoshlikdan IT sohasiga qiziqib kelganlar. Lekin u paytlarda IT sohasi uncha rivojlanmagan uchun uydagilari, boshqa narsa bilan shug'ullansang-chi deb rosa urishgan ekan. Lekin ular baribir shu sohada ketaman deb o'zlarini kuchlari bilan 21 yoshda Toshkentdagi TATU universitetiga o'qishga kiribdilar. Dasturlashni qanaqa o'rgangansiz deb so'rasam, universitetga kirgandan keyin dasturlashni nimadan boshlashni bilmaganman. Yo'l ko'rsatadigan odam bo'lmagani uchun juda ko'p vaqt yo'qotganman. Bunaqa yursam bo'lmaydi deb ustoz topganman. Shundan keyin ustozim o'sha payt o'rganayotgan bilimlarini eskirganini aytib, dasturlashda zo'r natijaga erishadigan yo'lni ko'rsatganlar dedilar. O'qishni tugatib, boshida kichkinaroq kompaniyalarda ishlab, 1-2 yil tajriba yig'ib, keyinchalik yurtimizdagi eng katta IT kompaniyalardan bittasi Uzinfocomga middle dasturchi bo'lib ishga kirib olibdilar. Sizdagi middle dasturchi bo'lish uchun eng kami qancha vaqt kerak deb so'rasam, hozir imkoniyatlar juda ham ko'p. Ayniqsa Uzinfocom qoshida ochilgan YouStudy dasturlash kurslarida o'qisa, u yo'ni o'zida stajirovka qilib, senior dasturchilar bilan ishlasa, bemalol 1-1,5 yilda mandagi darajaga yeta oladi deb aytdilar. Agar sizlar ham shunaqa kursimizda o'qib, katta kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.